Xuddi shu g'oyalarni o'ylang. Ya'ni siz birovni sevgisini olmoqchi bo'lsangiz, o'zingizga sevgi, o'zingizga tanangizga kerakli narsani birov orqali emas, o'zingiz birinchi berib, o'shanga соответствующий bo'ling demoqchimiz. Misol uchun sizga juda ham chiroyli ichki kiyimlar, buzgalter tursak kerak. Sizga chiroyli кружевали trusik yoki chiroyli zakolkalar, chiroyli nima. Kimnidir olib berishini kutmang. Kimgadir gadoy bo'lib sadaqa so'raydigan попрошайка bo'lmang. Buni zo'r deb o'ylayapsizlar, zo'r deb o'ylaydi ko'pchilik. Bilmadik, bizani tabiatimizga bunaqa emas. Kim xohlasa o'sha sovg'a berishi mumkin, lekin bering, olib bering, niye olib bermaysiz? Men shuncha ish qildim-ku, olib bering. Unaqa narsa yo'q bizda. Olib bersin, bo'lmasa yo'q. Yo'qmi? Yo'q. Всё. Bu degani apokalipsis, qiyomat qoyim bo'ldi degani emas-ku. Birinchidan umuman birovdan umid qilishi o'zi bu это страшный. O'sha eridan ham, yigitidan ham. U sizni loyiq ko'rsa, o'zi harakat qiladi. Harakat qilmasa, boshqasi harakat qiladi. Dunyo shunaqa. Bu harakat qilmasa, boshqasi harakat qiladi. Xo'sh. Keyingisi mana ertaga uy tozalash, hojatxona bilan vannani tozalash, bu mehmonxonadan ham ortiqroq e'tiborda bo'lish kerak. Keyin o'zingizni garderoblaringizni hamma ishdan chiqqan, o'qqa tutilgan buzgalterlar, trusiklar, nachinoshkalar bo'lsa, teshilgan noskilar bo'lsa, kiyilmaydigan oyoq kiyimlar bo'lsa, tovoni yeyilib ketgan nimalar bo'lsa, hammasidan voz keching. Qaychilab axlatga tashlang. Voz keching. Keyin plastina, podidalnik rangi yo qizil yo sariq bo'lishi kerak. Qizil rangni misol 2 kun to'shasangiz, keyin sariq rang. Keyin 3-inchisi ko'k rang. Mana shu 3 xil rang sevgi chaqiradi. Faqat qizilni o'zi ham bo'lmaydi. Faqat qizilni o'zi. Qizil, sariq, ko'k rang. Juda ham ajoyib ranglar. Bular sevgi chaqiradigan ranglar. Xo'sh, undan keyin turmush o'rtog'ingiz hech qachon telefonni titkilamang. O'zingizni ishlaringizni, ovqat-povqatingizni qilib, o'zingiz telefoningiz bilan ovora bo'lib o'tiring. Bo'ldi. Uni telefoni bilan ishingiz bo'lmasin. Uni o'zi bilan ham ishingiz bo'lmasin. U bormi, yo'qmi, sizga qizig'i bo'lmasin. Uni o'zi sizga qiziqadi keyin. Chunki erkakni o'zini yolg'iz qoldirsangiz, o'zini o'zi davolab bo'ladi, o'zini o'zi dam olib, keyin sizga qiziqadi. U zerikkani uchun. Erkaklar ayollarga nima uchun keladi? Zerikib qolgani uchun keladi, zerikmaslik uchun keladi. Farqiga boringlar. Sizlar ularni zeriktirmasligingiz kerak. Lekin ayollar ko'pincha undan mehr kutib borib oldiga e'tibor bersin, menga qo'ng'iroq qilsin, menga qarasin deb zeriktirib yuborasizlar. Ular zerikkanda keladi. Zerikmaslik uchun. Xo'sh, undan tashqari erim faqat men bilan gaplashsin yoki yigitim faqat men bilan gaplashsin, boshqa hech kimga like bosmasin Instagramda, bironta qizni ko'rmasin deyishingiz bu g'alati. Tasavvur qiling, bolangizga aytyapsiz. Bolam, bog'chaga borayotgan bolangizga yo maktabga borayotgan bolangizga, bolam, mendan bo'lak hech kim bilan gaplashma, do'stlashma, faqat men bilan gaplashsan, bolam. Degani bu. Endi agar eringiz bilan yigitingizga shunaqa deyotgan bo'lsangiz, demak ularni shkopga qamab qo'ying. Eringizni shkopga qamang-da, quplang ustini. Keyin sizga kerakli payt shkopni oching-da, eringiz bilan dam olib, yana keyin eringizni yana shkopga qamab qo'ying. U hech kim bilan gaplashmasa. Agar eringiz gaplashayotgan bo'lsa, yo u bu kimni telefonda ko'rib qolgan bo'lsangiz, demak, siz zerikarlisiz. Bo'ldi. Bu degani fojia emas, u sizni tashlab ketmaydi. Xuddi ayollar bilasizlarmi, ko'zimga qanaqa ko'rinadi? Men zerikarli emasman, men bilan o'yna, kel deb janjal qilayotganga o'xshaydi. O'ziga ishongan ayol erkakni orqasidan yalinmaydi, tekshirmaydi. Pashol deydi. Иди на deydi. Zachем menga deydi, olib ketsin deydi. Ana chamadoni bilan beraman, olib ketsin deydi. O'ziga ishongan ayol. O'zini o'zi eplaydigan, o'zini boqolaydigan, o'zi 10 marta kuchli go'zal bo'lsa eridan, o'zini eplab keta oladi. U yalinmaydi. Eri ham biladi, buni hozir qo'yib yuborsa boshqasi uylanib olishini. Takoy bo'lish kerak. Mehnatkash bo'lish kerak. Mehnat. Va misol